nosy part. Kelinglar endi buni qo'shib o'qib ko'ramiz. How often do you go to the cinema? To tell the truth, I don't go to the cinema very often nowadays. I'm usually quite busy with my studies during the week, so I prefer watching movies on Netflix at home when I have free time. I think I only hit the cinema once or twice a year, mostly for big movies. Ko'ryapsizlarmi guys, kerakli paytda jilmayib, kerakli paytda upset bo'lib javob berishimiz kerak bo'lar ekan demak. Mana bu savol esa o'zingizga vazifa. Bunga qani formulamiz bo'yicha o'zingiz javob yozib ko'ringchi, qanchalik yaxshi yoza olar ekansiz. Xo'p, endi kelinglar davom etamiz. Buni yozib qo'yasizlar o'zingizlar. So, let's continue. Endi ko'pchilik qiladigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib hozir sizda savol bo'layotgan bo'lishi mumkin. Teacher, bizda ideya o'sha paytdayoq kelmay qolsa-chi, nima desak bo'ladi? Vaziyatdan chiqib ketish uchun siz mabodo ideya kelmayotgan bo'lsa, lekin tavsiya qilmayman, iloji boricha examdan oldin idea generation qilishga harakat qiling. Lekin bo'lmasa siz aytishingiz mumkin, wow, that's an interesting question. I have never really thought about it before. Deyishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli savol ekan, bu haqida oldin o'ylab ko'rmaganman deb. Lekin bu bilan to'xtatib qo'ymang. Masalan, 3-4 soniya vaqt yutsangiz ham bundan keyin o'z javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Lekin buni ishlating demayapman. Mabodo ideya kelmasa deyapman. Wow, that's an interesting question. I have never really thought about it before. Deyishingiz mumkin ekan demak, ideya kelmayotgan bo'lsa. Ikkinchi usuli bo'lsa, to be honest, that's a tough question. Agar murakkabroq savol bo'ladigan bo'lsa, but I suppose deb javobingizni aytib ketishingiz mumkin. Baribir javob berishingiz kerak. Hop, keyingisi, let me think for a second. Well, javob berishingiz mumkin. Deb noisy pause qilish o'rniga foydalansangiz, noisy pausedan ko'ra yaxshiroq demoqchiman-da. Xo'p, tushunarli bo'lyaptimi? Demak, let me think for a second. Well, deb davom ettirishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi guys, ko'pchilik qiladigan xato, sizga savol berilsa, orqasidan xuddi shuni parrotga o'xshab qaytarish. Parrot behavior. Guys, parrot behaviordan foydalanmang. Savollari tekis qaytarmang. O'rniga sinonimlardan foydalaning. Ozgina strukturasini o'zgartiring, lekin ma'nosini saqlab qoling. Meaningdan chetga chiqib ketib, boshqa savolga javob berib qo'ymang. Aynan aytilgan savolga javob berishingiz kerak. Masalan, how often do you watch television deydigan bo'lsa, odatda qancha vaqt oralig'ida televizor ko'rasan desa, I watch television every day deb javob berish biroz oddiyroq, balingizni pasaytirib yuborish mumkin. O'rniga siz nima deyishingiz mumkin? I usually sit in front of the screen every evening deyishingiz mumkin. Hop. Now, biz yozamiz buni ham. Hop. Masalan, how often do you watch television? Desa, hop, I watch television every day deyishni o'rniga
Xo'p, siz aytishingiz mumkin ekan. Xo'p, I usually sit in front of the screen every evening deyishingiz mumkin ekan. Xo'p. Demak, bu degani men har kuni kechqurun televizor ko'raman degan ma'noda, guys. Xo'p, yoki is your hometown a good place? Yes, it's a good place desiz. Xuddi parrotga o'xshab berilgan savolni qaytarayotgan bo'lasiz. Uni o'rniga siz aytishingiz mumkin. Yeah, it's a wonderful city to live in deyishingiz mumkin-da. Is it a good place? Yes, it's a good place. Do you like? Yes, I like. deb parrotga o'xshab repeat qilmang. Xo'p, endi har doim aslida pozitiv bo'lsak yaxshi. Ya'ni ko'p hollarda savollarga yes deb javob bersangiz yaxshiroq, chunki pozitivlik uchun ideyalar ko'proq. Lekin ba'zan no deb javob berish ham ancha oson va tabiiyroq chiqishi mumkin. Faqat lekin bunda ham no, I don't deb to'xtab qolmasligingiz kerak, to'g'rimi? Rad etishni ham chiroyli qilib ko'rsatib berishingiz kerak. Masalan, bizga savol bersa, do you like art galleries desa, art gallerylarni yaxshi ko'rasanmi deydigan bo'lsa, hop, to be honest, hamma savolda to be honest deb takrorlashingiz shart emas, guys. Masalan, alohida berilgan bo'lsa bu savollar, demoqchiman-da. Hamma savolni to be honest deb boshlashingiz ham balingizni pasaytirib yuboradi. To be honest, not really. I'm not into paintings or museums. So I find them a bit boring deylik. Men uchun zerikarli. Xo'p, mana biz sababini aytamiz. Nima uchun yaxshi ko'rmayman deyamiz, nima uchun yaxshi ko'rmasligimizni aytamiz, reason beramiz. I find them a bit boring. Men bularni zerikarli deb ko'raman. So, detail berishimiz mumkin. Hop. I prefer spending my time outdoors, like walking in the park or hanging out with ham juda ham chiroyli bora. Hang out with degani vaqtini o'tkazmoq degani. With my friends. Here the answer is ready. Do you like art galleries? To be honest, not really. I'm not into paintings or museums. I find them a bit boring. I prefer spending my time outdoors, like walking in the park or hanging out with my friends. Agar siz nimanidir yaxshi ko'rmasangiz, o'rniga nimani afzal ko'rishingizni aytib, javob berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Bu holat ham. Yaxshi ko'rmasangiz qanday javob berishingiz. Xo'p, endi do'stlar, har doim ham bir xil zamonda gapiraveradigan bo'lsak, shu bitta zamonda qotib qolganimiz ham examinerlar yomon ko'rishadi. Shuning uchun bizda grammatikani o'ynatish ham yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, qarab turinglar. Bizga savol berilsa, do you play any sports deb savol berishsa, to'g'rimi? Do you play Do you play any sports? Ya'ni buni tarjimasi qanaqadir sport bilan shug'ullanasizmi degani, to'g'rimi? Xo'p.
masalan, shug'ullanaman, hozir shug'ullanaman, har kuni zalga chiqaman deyish o'rniga, masalan, o'tmishda shug'ullanganman yoki oldin shug'ullanmasdim, hozir shug'ullanaman kabi zamonlar o'ynatish yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, mana shunga javob yozib ko'ramiz. Do you play any sports? So, actually not anymore. Anymore degani endi boshqa yaxshi shug'ullanmayman degan ma'noda. I used to play football. Asosan o'g'il bolalar uchun futbol desa bo'ladi. When I was at school, but nowadays I'm just into boshqacha qilaylik. I am nowadays I'm just too busy deylik. Too busy bandman. In the future, I hope to go to the gym if I get some free time. Wow. Then 9 answer is ready. Do you like any sports? Actually, not anymore. I used to play football when I was at school, but nowadays I'm just too busy. In the future, I hope to go to the gym if I get some free time. Tushunarlimi? Hozir vaqtim yo'q, lekin avval maktabda bo'lganimda futbol o'ynardim, lekin hozir juda ham bandman, lekin kelajakda vaqt topsam zalga borishga umid qilaman. Tushunarli bo'ldimi? Demak, hozir biz o'tmish ham ishlatdik shu holatda, to'g'rimi? Xo'p, endi guys, ko'pchilik speakingda like yoki you know kabi so'zlar ko'p ishlatadi-da. Like bu joyda kabi, masalan, I like sports, like deb keraksiz o'rinda ham ishlatib qo'yasiz-da. Shuning uchun keraksiz o'rinda ishlatishni, you know'ni qayta ishlatishni to'xtatishingiz kerak. You know deyaversiz, yes I know deydi-da examiner ham. Shuning uchun buni oldini olishimiz kerak. Keyin ko'pchilik gonna deb ko'p ishlatib yuboradi-da. Va masalan, aslida bular informal, bular balni tushirmaydi-ku, lekin juda ham ko'p ishlataversiz. I wanna deyaversiz, balingiz pasayib ketadi. Shuning uchun uni o'rniga I plan to, I want to deyishingiz ham mumkin. Va guys, and so on so'zi bor, to'g'rimi? And etc. va hokazo degani gap topolmay qolganingizda shunaqa demang, iltimos. Xo'p, bu ham balingizni pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, endi masalan, sizda o'zingiz xato qilib qolsangiz, sezib qolasiz, to'g'rimi? Shunaqa paytda vahima qilib yubormang. O'sha paytda o'zingizni I'm sorry, I mean deb o'zingizni oqlab ketishga urinmang-da. Bu holda bu bilmas ekan, o'zini oqlayapti deb o'ylaydi. Shunchaki xato qildingizmi, to'xtamasdan gapiravering, davom eting. Examiner unaqa mayda-chuyda xatolarga e'tibor bermaydi. Hatto ben noinoga odamim xatosiz gapiradi degani emas. Albatta bitta ikkita kichik xatolar bo'ladi. Va ravonlik, fluency, grammatik xatoni tuzatishdan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Tushunarlimi guys? Demak, o'zimizni tuzatishga harakat qilmasligimiz, uni o'rniga to'xtamasdan davom etishimiz kerak ekan. Bugungi darsimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. See you guys, take care.